Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 110. sani görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görmelerimiz hemmanlığa malum boğandık. Bu programımızda biz bir qancha yıldan buyon her haftada sunup kelayotgan to'q aradan ustozninki malum ishlari sababli 2 oydan ortiq vaqtdan buyon ekranlarda bo'lolmay qoldik. İnşallah bugundan boshlab yana kelgan yerimizdan boshlab her bir Müslüman çokum diniden aiti uçuk roşan delil ispat üstüge düşünüş gerek boğan xil temalarda to'xtalib keldik hozirgacha. Bundan keyin ham bu mazmunlarda to'xtalishni davomlashtiramiz. Programımızın aziz mehmoni doimliq hammalar tunish bo'lgan hurmatli ustoz Dünya Müslüman Alimlar Birligi, shundaqla Sharq Turkiston Ulamolar Birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Qashqariy taklif qilib, qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz. Shundaqla ijtimoiy uchur vositadagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi biz tunugun e'lonimizda programmamizningki temasini Qur'on bilan sunnatning aloqasi haqida suhbatlashganligimizni e'lon bergandik. Albatta pat hammamizga ma'lum, islomning iysidan, sunnatning sesidan xabar yo'q. Ba'zi bir maxluqlarning davomli holatda hech bir bilimi bo'lmay turib, bu haqda xohlagancha sapsati setishlari her bir musulmonni dinni suydigan har qanday bir musulmonni ichindirmay qolmaydi. Bugünkidek bilimga xohlagan yerdan shu hamon erisha oladigan ma'lumotlar dengizda yashayotgan dunyoda turib, hiçbir şekilde izlanib bakmay turib, uning manbasi, ma'nosi nima ekanligini bilmay turib, og'ziga kelgancha bu islomni haqoratlaydigan so'zlarni qilayotgan bechoralar haqiqatan millatimizning ichidan oz sonda bo'lsa-mu ba'zida chiqib turadi. Bularga albatta bir javob bo'lishi mumkin bu darslar. Şuna bu temada to'xtalaylik deb o'ltirdik. Programmamizga pivas kirib kelsak, oldi bilan shu Qur'on bilan sunnat, ya'ni hadisning aloqasi qanday degan savoldan boshqa bo'lsak, rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. En ahırda dünya kelgen Muhammed Aleyhisselam insanlarına aklı pişip bitilgen bir devirde ahirki peygamber olup dünya kiriş itibarı bilen özden ilgirki barlık peygamberlerinin vazifesini öz üstüge algan bir peygamber. Bu peygamberin hayatı yaki sünneti yaki elip bağın iş hareketleri ve sözleri özden ilgirki barlık peygamberlerinin tecrübesini ulanın hayatını öz içine alganlık için öz içine algan büyük tecrübe olganlık için insan yetik karta meş'el nur ülgenin ornada bulalaydı. Yani bu peygamberin hayatı, peygamberimizin hayatı yaki sünneti barlık peygamberlerinin sünnetini, hayatını temsil kıldı. Mesela peygamberimizin hayatı da Nuh Aleyhisselam'ın ki çınamçallığı, İbrahim Aleyhisselam'ın ki cihadi hareketleri, Musa Aleyhisselam'ın ki tersa ansız boğan kavmini hidayet çakırıştı köreşleri, İsa Aleyhisselam'ın ki zayetlik teşebbüs kılış çakırıkları ve onundan başka peygamberlerin ki hayat faaliyetleri mücessemleşkenliğini körüp ağılın oldu. Peygamberimizin nazil olan Kur'an-ı Kerim ilahi vahiyinin ki hulası hesaplansa, ilahi vahiyinin cevheri hesaplansa, peygamberimizden sünneti ya ki peygamberimizden hayatı ilgili peygamberlerin hayatının ki cevheri ya hulası hesaplandı. Biz Kur'an-ı Kerim'de ilgili ki Allah tarafından düşken vahiyinin ki kemalet dersi, mükemmellik yetken ahir nuskisi de karıganımızda peygamberimizden sünneti, yani bir sünnetten maksat
sözleri, şerketleri, faaliyeti ve makullaştırı. Bu peygamberimizden sünneti mi? İlgili peygamberlerinin sünneti, ilgili peygamberlerin hayatına mı cavri hesaplandı. Demek peygamberimizden sünneti insan hayatının barlıq faaliyetleri için bir örnek. Ülge, hayat metodu, yol haritasidan ibaret. Yani peygamberimizdenki hayatı, yoki peygamberimizden sünneti, yoki zag'irtilib elib aytsak, ba'zan sünneti namazdan aldık sünnetimizin, peygamberimizdenki sözleri, şerketleri ve makullaştırı. ibaret bu sünneti, üç narsani o'z ichiga olgan. Qur'oni Karim tatbiqlashdinki amaliy hayotdagi yuzi. Qur'oni Karimning ko'rsatmalarini ijro qilinishga xaritasidan ibaret. Xo'sh. Qur'oni Karim qarasak, Qur'oni Karim hamma narsaning asoslarini bayon qilib turadigan manba bo'lish e'tibori bilan umumiy prinsiplarni shakllantirdi. Yani Qur'oni Karim qarasak, ba'zi bir masalalarni hisobga olmagan vaqtimizda ko'p masalalarning asosini o'tirib qo'ydi. Prinsipal taraflarını bayon qilib turdi. Masalan, siyosiy tuzumning asoslari, iqtisodiy tuzumning asoslari, ijtimoiy tuzumning asoslari, ilm ma'rifatning asoslari deganda cho'ng masalalarni bayon qilib turdi. Shuningdek Qur'oni Karim ilgari payg'ambarlar olib kelgan dinning o'zgarmas asoslari bor. Masalan, iymonning arkonlariga o'xshash, axloq prinsiplariga o'xshash, axloq qimmat qarashlariga o'xshash va yuksak dinning maqsadlariga o'xshash bularni bayon qilib turdi. Am sünnet bo'lsa, Qur'oni Karimning prinsiplari va maqsadlarining tafsilotini bayon qilib turdi. Xo'sh. Buni izohlab berdi. Hem Qur'onni amaliy hayotda qanday tatbiqlashni ko'rsatib berdi. Shuningdek, sünnet Qur'oni Karimning ixcham kelgan ko'rsatmalarini tafsili bayon qilib berdi. Inchki nuqtalari bor, nozik bir nuqtalar bor. Buni ko'plagan insonlar qarab tushunolmaydi. Bu resmi yetişken iqtidorli ulamolar, fuqarolarimiz tushunolmaydi. Bu taraflarni sünnet taximmi ichib berdi. Umumiy kelgan taraflar olsa bundan umum maqsad emas, xos bir turdagi insonlar maqsad deb uni doira ichiga elib berdi. Bu sunnatninki Qur'on bilan bo'lgan munosabatlarni qatardi bu. Masalan, misol olsak, umum doiraga erishdi. Hurrimat alaykumul maytatu vaddam. Keyin to'xtamiz bu vaqtda. Sizlarga o'lik narsa harom qilindi dedi oyat karimada. Hem sünnet ölük neslilerinin içinde denizninki ölükleri yani beliqlar bu halal değil. Demek ayette gelgen umumlukta bir yerde xaslashib bergan ahvollar mavjud. Sünnetning egisi bo'lgan Muhammed Aleyhisselam qarasak Qur'oni Karimga erishadi. Qur'oni Karimni izohlaydi. Qur'oni Karimni o'rgatadi va Qur'oni Karimda insonlarningki hayot faoliyati, tasavvuri, ideyasi, ish faoliyatlari, axloqi, stili va boshqalar bilan bo'lgan faaliyetlarda qanday qilganchalik buni hayot mizoni qilgan oldu. Qanday qilganchalik buni insonlarning hayotini tartibga soldigan, hayot tarozi qilgan oldu degan bu shaklni yoki bu o'lchamni bu sunnat ko'rsatib beradi. Shuning uchun keskin shunday deyalayimizki, payg'ambarimizning hayoti, payg'ambarimizning sunnati, payg'ambarimizning axloqi, ibodati va ilib borgan harakatlari Qur'oni Karim oyatlarininki dal maqsadining o'zidir. Qur'oni Karimninki mazmunlarining dal o'zidir. Payg'ambarimizning hayoti yoki payg'ambarimizning sunnati Qur'oni Karim oyatlarininki va oyatlarning mazmuniniki amaliy tatbiqlanish xaritasidan iboratdir. Shunga Qur'on bilan sunnatni bir-biridan ayirishga bo'lmaydi. Qur'on bilan sunnatning aloqasi bir-biridan ayrilmaydigan, birdek ikkisi birdek ishini taqozo qiladigan, birdek amal qilishni taqozo qiladigan, dinimizni bir butun tushunayilsak, dinimizni sog'lom tushunayilsak, Qur'onni sog'lom bir o'qib chiqay desak, har ishkirisiga tang amal qilish taqozo qiladigan munosabatdan iborat. Bu Qur'on bilan sunnatninki munosabati yoki aloqasi bayonladi. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bu masalalarda soatlarcha so'zlasa ikkisininki bir-biriga munosabatli ekanligini so'zlab tugatgisi nurg'un masalalar bayonlar va albatta vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun eng muhim nuqtalarni tilga qo'ydilar.
Endi sunnatga tayanmay turib, masalan, endi ba'zanda yuqorida men deganimdek, Qur'onni to'g'ri, masalan, ba'zilar o'tirg'i chiqadigan ancha-muncha bizning millatning ichidami? Qur'on bilan o'zgarmas bo'lgan Qur'on bilan ergashishimiz kerak. Chunki o'zgarib ketganlar va yolg'onlar va u bu degandek, amaliyotda buni so'zlayotganlar hech ma'lumot yo'q, amaliyotda islomdan cho'nqur bir ma'lumot yo'q. Mushundaq safsatlarni xalqimizga yaydi. Ya'ni sunnatni, masalan, sunnatga tayanmay turib Qur'onni to'g'ri tushunish mumkinmi? Qur'on va sunnat ikkisi bir bo'lib islom aqidasini shakllantirishda. Xo'sh. İnsanın nefsini ya kalbini paklashda, insanın ahlakını ya stilini tuzishda, vatanni gullantirishda. Buni oyatda hadis zemin deb keldi. Biz vatan dedik, har odam o'zidan dars qiladi. İnsan hayotini, insonning qadr qimmatini, insonning mol-mulkini qo'g'dashda bo'lsin, yoki inson yetishtirishda bo'lsin, yoki madaniyat yaratishda bo'lsin, adalet ve erkinliğin kol keltirishda bo'lsin, asosliq manba Qur'oni Karim bilan sunnatdir. Xo'sh. Bu yuqori qilgan qaysi birisini ish qo'shishimizda aytganmiz, buni tayinlagan ana manba Qur'oni Karim bilan sunnat. Qur'on ve Qur'onning sharisi bo'lgan sunnat ikkisi bir bo'lib islomninki asosliq ikki manbasini ko'rsatib. Qur'on ve Qur'onning sharisi bo'lgan sunnat islomninki ana manbasini ko'rsatib. Xo'sh. Qur'on birinchi manba, sunnat ikkinchi manba. İkisi bir bo'lib islomninki hayot qarta, inson qarta, tabiat qarta tasavvurini ko'z qarashini ko'rsatib. Sunnat Qur'oni Karimninki prinsiplari, qimmat qarashlari, ko'rsatmalari asosida o'qiladi, tushunildi, tatbiqlandi. Yani bu yerda Qur'on bilan sunnat ikkisini bir-biridan ayirib o'qig'ili, ayirib tushangili, ayirib tatbiqlig'ini bo'lmaydi. Sunnatni biz Qur'onning ro'yi asosida, Qur'onning ko'rsatmasi va yuksak maqsadlar asosida o'qiymiz, shu asosda buni tatbiqlaymiz. Shunga Qur'on bilan sunnatni bir-biridan ayirib tushishga, bir-biridan ajratib o'tishga bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karim sunnatni qo'ydi. Ya'ni bu yerda sunnat o'zining mavjudligini isbotlashda olimlarning fuqaroning so'ziga muhtoj emas. Xo'sh. Qur'onning o'zi sunnatning o'zini qo'g'daydi. Chunki Qur'oni Karim "Ma yuti'ir rasula faqat ata'allah" der. Bundan boshqa netilgan dalillar va biz kelar qatim to'xtalamiz. Xo'sh. Sunnat o'zining mavjudligini isbotlashda Qur'onga tayin. Ya'ni Qur'on deydiki sunnatga amal qilingizlar. Payg'ambar itoat qilsanglar Alloh itoat qilgan bo'lsizlar. Payg'ambar itoat qilmasa-chi, vaqtida Allohga itoat qilmaganmi? Sunnat deganligimiz ya'ni shu payg'ambarimizning so'zlari, so'zliganlari, qilgan ish-harakatlari yoki uning huzurida qilingan bir ish-harakat bo'lgan bo'lsa, tasdiqlangan bo'lsa. Buni sunnat deymiz. Biz buning tafsiloti haqida yana to'xtalamiz. Xo'sh. Qur'oni Karim ko'plagan maslahat asosliq prinsiplar, qoidalarni o'tirib qo'ygan bo'lsa, sunnat buniki tafsilotini o'tirib qo'ydi. Shuning bilan birlikda sunnat, ya'ni payg'ambarimizning hadislari Qur'oni Karimning prinsiplari va Qur'oni Karimning yuksak maqsadlari ya ko'rsatmalari asosida tarmoq qonunlarni ya ko'rsatmalarni yo'l qo'ya oladi. Xo'sh. Ya'ni mustaqil qonun chiqarish huquqiga Qur'oni Karimning ko'rsatmasi asosida. Shuning uchun sunnatni olmaymiz degan vaqtida, ya sunnatni u va bu va ishonmaymiz deb qaragan vaqtida, ya qabul qilmagancha biz faqat Qur'onni tutib olmaydigan odamlar degan vaqtida birisi Qur'onni tushungil bo'lmaydi. Sog'lom tushungil bo'lmaydi. Ikkinchi birisi islom dinini kamtuk tushundiki Qur'on islomdan to'g'ri tushunmaydi. Neticede Qur'onga tushuncha chala chiqqanligi uchun, islomni bir butun tushunamaganligi uchun bu insonlarning musulmonligida ya dindarligida ig'ir darajada chatoq chiqadi. Ig'ir darajada fikriy jihatdan ozg'unlik kelib chiqadi. Nima uchun? Chunki Qur'oni Karim musulmonlarga buyurib, agar musulmon bo'lsang, sen Qur'onga ishongan bo'lsang, men mening so'zimni tashlamaydi Qur'on. Va ma ataakumur rasul fakhuzu va ma nahakum an fantahu. Payg'ambar sizlarni buyurgan ishni qilinglar dedi. Xo'sh. Payg'ambar to'sqan ishni yeninglar dedi. Buni nima deymiz? Payg'ambar buyurganini qilinglar dedi. Qur'onning o'zi. Payg'ambar nafsi edi. Havoya so'zlamaydi.
Nefsi xohishni so'zlamaydi. İlahi veyinin ko'rsatmasi asosida gap qiladi. Bir yerde xatolashib qolib qolsa Qur'oni Karim darhol shu vaqtning o'zida ma ishdan xato tuzladi. Bunga Qur'oni Karim nechilagan dalillar bor. Xo'sh. Biz vaqti yana keyin to'xtalamiz. Demak, Qur'oni Karim payg'ambarning so'zini oldi. Payg'ambardan sen o'rnak qil o'zingga. Payg'ambar ma bo'ladi, bo'lmaydi desa bosh ustiga dedi. Agar men ishlangan bo'lsam deydi Qur'on. Qur'onning buyrug'i. Xo'sh. Payg'ambarimizning vazifasi bayon qilish vazifasi. Qur'onni ro'shanlashtirib berish. Qur'onni tatbiqlash, amaliy hayotda qanday tatbiqlashni ko'rsatish vazifasi bor. Bu haqda Cenab-ı Allah Qur'oni Karimda va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Sana biz Qur'onni tushirdik, sening vazifang bayon qilib berish. Sening vazifang izohlash, sening vazifang amaliy hayotda, shaxsiy hayotda, ijtimoiy hayotda, siyosiy hayotda, iqtisodiy hayot, davlat hayotida kafirlarning ikkiga bo'linishi, tinch kafirlar, dushman kafirlar bu yer qanday tatbiq qilinishini bayon qilib berish iborat eng cho'ng yuk sana tushdi dedi. Payg'ambar sening vazifang bu dedi. Muhammad alayhisolamning vazifasi. Agar biz Muhammad alayhisolamning bu so'zlarini olmasak, hadislarni olmasak, u vaqtda Qur'on Karimning oyatlarini qanday tushunamiz? Reallikni qanday tushunamiz? Qur'on Karim reallik qanday tatbiqlaymiz? Payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha tushunmay qolsak, qanday hal qilamiz? Oyatlarni reallik qanday tatbiqlaymiz? Ya'ni boshqa qilib aytgan chog'da payg'ambarimiz tushunmay qoldi-ku. Bugungi 21-asrga kelgan chog'da payg'ambarning u so'zlari, u ish harakati bugungi zamonga uyg'un kelmaydi. Demak, bu payg'ambar u yerga kelgan chog'da yaramagan gap. Bu aqlsiz payg'ambar bu. Menga o'xshash bir faylasuf, menga o'xshash bir mutafakkir, menga o'xshash bir doktorchilik bo'lolmaydi degan nam kapilaq gap chiqdi. Ebgalik gap chiqdi, ozg'unlik gap chiqdi. Qur'on payg'ambarimizni sen bayon qilib bersan. Nima bilan bayon qilib berdi? Hayoti bilan. Ya sunnati bilan. Sunnatimizning payg'ambarimizdan so'zlari, ish harakatlari, ya'ni sog'lom bo'lgan sayyoq. Biz hadisdagi sayyoqning ojiz bo'lgani haqida keyin to'xtalamiz. Bu zamonidan tortib olimlarimiz bu vaqtda allburun hammani ayirib muhrni bosib qo'ygan. Bu yerda bir gapni qistirib o'tayki, Qur'oni Karimninki bizga yetib kelishida har bir bosqichda, har bir qaltir yuzlab qarlardan kelganligida shak yo'q. İlahi vahiy deb qaralgan kitoblarning ichida insonlar yod holat etib kelgan birdan-bir kitob dunyoda Qur'on. Uningdan boshqa Tavrat yoki Injil mavjud emas. Yodlaydigan mavjud emas. Eng cho'ng poplar yodlamaydi. Alloh taolo bu insonlarning qalbi bilan ham minglarcha tarixdan minglarcha qarlar bilan hem yazma holatda hujjat bilan yetib keladi. Hamda ikkinchi manba hisoblangan sunnat qarsak, payg'ambarimizning hayoti qarsak, buning yetib kelishimi, biz musulmonlar yetib kelishimi boshqa dinlardagi o'zining muqaddas deb qaragan kitoblardan yetib kelishidan ilg'or darajada bizning. Hadisdan bizga yetib kelishi, bugunga qadar yetib kelishi, mayli xristianlarning bo'lsin, mayli yahudlarning muqaddas deb cho'qinayotgan, yoki muqaddas deb qarayotgan kitoblardan yetib kelishdan oldingi darajadir. Biz buniki tafsiloti dalil paklar haqida keyin to'xtalamiz. Temamizni chatlamas kuchi. Xo'sh. Demak, sahih sunnat, sahih hadislar Alloh tarafidan kelgan vahiydir. Sahih sunnat yoki payg'ambar alayhisolamning ish harakatlari İslamning ikkinchi darajalik manbasi. Qur'on birinchi darajalik manba, sunnat ikkinchi darajalik manba. Sahih sunnat payg'ambarning nur yig'ib turadigan hikmat xazinasi. Sahihlan bo'lgan payg'ambarlik nur chaqnab turdi. Payg'ambarimizningki hadisi deb qaralgan mushu so'z, yoki payg'ambarimiz mundaq qildi degan mushu bayon, sahih kitoblarda Buxoriy, Muslimda va boshqalarga kelgan bu bayon bugungi zamondagi bo'lsin, ko'n zamondagi bo'lsin, har qanday faylasufning, har qanday mutafakkirning, har qanday oqsoqolning so'zining oldin qo'rin turdi. Hikmat jihatda, maqsad jihatda, foydasi jihatda. Xo'sh. Sahih hadisda payg'ambarlikning nuri chaqnab turdi. Buni qalbi yo'riq bo'lgan, islomga muhabbat bo'lgan, samimiy musulmondoshlik bo'lgan odam his qiladi. Ammo qalbi qarayib ketgan, dodlashib ketgan, bunun puchqatdagi odamlarning so'zlariga tayinib biz Qur'on bo'yicha bag'imiz deydigan ongsizlar, savodsizlar yoki sharqshunoslik instituti bo'lgan Gollandiyada cho'qinadiganlar bu hikmatni, bu payg'ambarning nuridan hadisini ololmaydi. Biz bu vaqtda yana keyin tafsilot to'xtalamiz. Bu hadis hidoyat yo'li. Bilim, ma'rifat, madaniyatningki bo'shki. Xo'sh. Demak, xulosaga vaqtimizda
Sünnet namıgan vaqtida Qur'onni to'g'ri tushungan bo'lmaydi. Sunnatga ishonmagan chaqda, sunnatning ro'y bo'yicha mangmaymiz, bu payg'ambar bilan ishimiz yo'q bizning degan vaqtida sağlam aqidalik bo'lganolmaydi, sağlam fikrlik musulmon bo'lganolmaydi. Gapni xulosasin. Buning tafsilotida yana biz 5-6 program qilamiz inshaalloh, shu vaqtida to'xtalaylik. Ko'p rahmat. Endi mishada ustozimiz sünnet bo'lmasa Qur'onni tushunilmaydi deganga masalan bir atal misol keltirsangiz, namozni keltiramdi o'qiyamsan. Namozda biz ayrim to'xtalsak yaxshi. Xo'sh. Bu Qur'on kelim qarasak namoz o'qiladi, aqimus salah. Ha, namoz o'qiladi. Lekin qanday o'qish? Rekat sani, bundan qancha rekat sani. Hadislar qarasak masalan farz namozdan ruksanlar hammasi hadisda bayon qilingan. Sunnat namozdan bayon qilingan. Agar biz sunnat olmamsa namoz o'qimaydi. Ya'ni bu gapni xulosalag'an vaqtida bu namoz haqida bu o'zini biz sunnatni olmaymiz deganlarniki shubhalar haqida to'xtalamiz. Bular sunnatdan chiqib tadrijiy sunnatni ang'izmagan ekan millatni Qur'ondan chiqmoqchi. Bularning asli oxirgi nishon dinni yo'qotish. Dinni yo'qotish. Dinsiz qilish. Ya'ni sharqshunaslar, Gollandiyani markaz qilgan sharqshunaslar, shu Danhan bir shaharda bor. Danhakmi? Ha, Danhak. Bularning maqsadi Qur'onga bevosita hujum qilish ko'zi yetmay. Shu sunnatdan boshlaylik deb bu yerdan ba'zi bir narsani dab qildik. Ba'zi bir narsa qo'zg'ab qo'ygan. Bundan insoflik deb qaralgan ba'zi sharqshunaslar islomning haqiqatini ochilgan, masalan, sig'iri to'nkirga o'xshash. Islom nuri chaqnaydi degandek bir narsalar bunga o'xshashlar chiq. Ammo jiqlari musulmonlarni islom chekindirish uchun ikkinchi manba bo'lgan sunnatni bundan qilsak, buni shakllantirsak, buni tashlagan ekan, islom nimasi zihnida bilib qo'yilgan iymonning asoslari, namoz va namoz deganni haq o'qigancha o'qib qo'ysa, 2 rakat o'qimdi, 3 rakat o'qimdi, 8 rakat o'qibdi, uning cheklanib kirib qolmaydi. Erkin bizga o'xshash namoz bavli yo'qdan yashaydigan bir inson qilib qo'yamiz. Ya samimiy musulmon emas yoki kofir emas, bir yerga kelib qo'ysa, u vaqt bizning ishimiz bitdi deb sunnatdan boshladik. Xo'sh. Natijada bu sunnatdan shakllantirganlarningki ikkinchi nishoni Qur'ondan shakllantirish. Natijada bir fosiq, osiy, ozg'on jahannam do'zaxga kirgan bir insonni yetishtirmak. Çünkü bugün medeniyet adam hemmimiz kazzab bo'ldi, yolg'onchi. Bir sağlam bir delilimiz hech qanday delillik emas. Hemmisi gap o'ynashdan boshqa hech nimaga yaramaydi kazzablik. Biz bu haqda keyinchi to'xtalamiz. Bugungi temamiz bu emas. Payg'ambarimizdan shakllantirib, chunki Qur'onmi o'zi natijada payg'ambarimizga tushdiki bu. Bara nishonning qanchalik yomon ekanligi. Oxirida so'zingizda shu sunnatga ishonmay sağlam musulmon bo'lmaydi degan bir so'zlar to'xtadingiz. Yani hatta Müslümanlık dairesiga mi kiremezsek mümkün? Bunu biraz aşkan olsak. Gerçi köp sebepler olsun mu? Noktalı kılıp 3 sebebini bayan kılsak, 3 xil sebepten sünnet dayanmagan vaqtida, sünnet işenmegen çağda bu adamlar sağlam musulmon bo'lamaydi. Birinci sebep Qur'onga ishonish, sünnet ishonish taqozo qildi. Qur'onga ishonish, sunnatga ishonishdan taqozo qildi. Qur'on bilan sunnat orasida iymonga ta'sir ko'rsatgan intan zich munosabat bor. Ya'ni iymon ta'sir ko'rsatgan degan ishonsa bu odamning iymoni bir taraf turgan, ishonmay qolib qolsa, shak nazar bilan qarasa, uning iymoni yo'qlolgan yoki passivlashadigan yoki ozishgan yoki taroz tushib ketadigan. Xo'sh. Eng ojiz bir iymon tushib qolgan bir holatda. Demak, Qur'on bilan sunnat orasidagi munosabat iymonga munosabatlik bir munosabat bo'lganligi uchun ikkisi bir-biridan ayrilishni qabul qilmaydi. Qur'on bilan sunnat ikkisi bir-biridan ayrilishi qabul qilmaydi. Qur'onga ishonish, sunnatga ishonishni taqozo qiladi. Sunnatga ishonmaslik, sunnatni inkor qilish yoki sunnat shak nazari bilan qarash, Qur'onga shak nazari bilan qarashni keltirib chiqadi. Xo'sh. Chunki Qur'on bu payg'ambarning kendidan ma'lum. Payg'ambarning yo'liga ergashdi, netilgan oyatlar. Xo'sh. Ammo bu deydi, biz payg'ambarning ishimiz yo'q. Bu payg'ambarning kendidan maqsad biz to'g'ri yo'lda ma'lumay qolamiz. Ağolunun davatkan to'g'ri yo'li sharqshunaslarning yo'li bo'yicha muammoga qolamiz. Demak, insonningki tushunchasiga ma'lum masalada xatolashgan falanisi u ayrim bir masala. Lekin sunnatga bir butun holatda shak nazari bilan qarash, gumon nazari bilan qarash bu og'ir darajadagi bir ozg'unlik. Qur'on bilan sahih sunnat har ishkilisi Alloh tarafdan kelgan vahiy. Bu vaqtim ayrim bir program qilib sunnat vahiymi vahiy emasmi degan masala, sahih sunnatni, sahih sunnat masalasi. Qur'on bilan sunnat har ishkilisi Allah tarafından kelgan vahiy. Qur'on söz jihatdan, mazmun jihati vahiy,
Sünnet olsa mazmun cihati vay, söz cihatini. Söz cihatini emas. Kur'an tüzülüş cihatdan möciz karakterlik tilavet kılıngan vay. Tüzülüş qarsa möciz olsa möciz karakterlik. Ama sünnet tüzülüş cihatdan möciz tüsünü almaydı. Möciz yok bunda. Bayan karakterdeki vay. Sünnetning vazifasi litubayyina lin-nasiga oyatning hukmi bo'yicha bayon qilib berish, ro'shanlashtirib berish, yo'l ko'rsatib berish, to'g'ridan xatoni ayirib berish. Xo'sh. Bu birinchi dalil. Qur'onga ishonish, sunnatga ishonish taqozo qiladi. Ikkinchi birisi Qur'on, sunnat islom qonunshunosligidagi ona manba hisoblanadi. Har ish kelasi. Xo'sh. Qur'on, sunnat islomniki shariat qismidagi yoki qonun qismidagi asosiy ikki manbadan iborat. Barliq mujtahid olimlar. Men bu yerda olimiz bugun kunlikda biz salla kiyib olgan, posma kiyib olgan, doktorlik deb yoki professor da'vo qilganlar mujtahid emas. Ya'ni barliq olimlar e'tirof qilgan, ma bizning ustozimiz. Ma Qur'on, sunnat haqiqiy o'zining yo'lida, o'zining qoidasi bilan, usuli bilan tushunadigan mujtahid, mutafakkir olim. Deb qaralgan odam mujtahid. Masalan, doktor Yusuf Qarzoy o'qishib yurgan zamonda ko'nisini tilganmaydi masalan. Barliq mujtahid olimlar burun tatib hozirgacha Qur'oni Karim va sunnatninki islomninki asosli ona manbasi ekanligida 100% ittifoq qiladi. Birasi sunnat manba bo'lolmaydi. İslamning qonunshunosligini manba kirish yaramaydi deb baqman. Hammasi birdek holatda Qur'on birinchi manba, sunnat ikkinchi manba deb mujtahid olimlarimiz. Xo'sh. Shunga Qur'oni Karim bilan sunnatni bir-birini ayirib o'tgan vaqtida birinchi bo'lib yuqori deganimizda Qur'oni Karimni to'g'ri tushungan bo'lmaydi. Shariatni to'g'ri tushungan bo'lmaydi. Natijada Qur'oni Karimninki ko'rsatmasi uyg'un kelgan shaklda sog'lom idealik, sog'lom fikrlik bir musulmon bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karim ana manba bo'lish e'tiborli birinchi manba bo'lsa, Xo'sh. Sunnat bayon qilg'uchi sifati bilan ikkinchi manba hisoblanadi. Biz islomninki manbalar haqida keyin, ya'ni buningki qo'shimcha masalan aql manbadagi o'rni qiyos aql deganimiz shu ijmo va boshqa nuqtalar haqida keyincha to'xtalamiz bu yerda. Va asosiy ikki manba haqida to'xtalamiz bugun. Uchinchidan sunnat Qur'oni Karimning amaliy tafsiri, amaliy izohati, amaliy tushuntirilishi. Qur'oni Karim kimga nozil bo'ldi? Muhammad alayhisalom nozil bo'ldi. Qur'oni Karimning tafsirini, izohatini tushunadigan, eng yaxshi tushunadigan kishi kim? Muhammad alayhisalom. Bu Muhammad alayhisalomning aqli kamolatga yetganlikda shak yo'q. O'tkirligida shak yo'q. Şunun bilan birlikte başka insanlarda, başka feylasiflarda, başka sharqshunoslarda, başka professor, doktorlar tepilmaydigan ayrim bir alaylık var. O olsun ma'sumlik, xatolaşmaslik xarakteriga ega payg'ambarimiz. Bu sifat, bu alaylık hech qanday bir payg'ambardan boshqa bir maqtuqda bugunkisi nima deb atavason, hech qaysi tepilmaydi. Payg'ambarimizning aqlining kamolatga yetganligi o'tkirligidan sir, ma'sumligi, ya'ni xatolaşmaslikdan iborat. Bu xarakter, bu faziletga ega payg'ambarimiz. Shuning uchun sunnat Qur'oni Karimni bayon qilib berishda eng ilg'or yuksak saviyadagi. Qur'oni Karimni izohlab bergan eng kuchli yo'l, eng kuchli bayon, eng kuchli aql sunnat. Xo'sh. Buning oldiga o'tadigan bor desa, u odam iymonini qaytadan yangilis bo'ldi, tavba qilsa bo'ldi. Qur'onning asosiy vazifasi insonlarni hidoyat qilish, insanların to'g'ri, dunyo oxirat to'g'ri yo'lga boshlash bo'lsa, sunnatning asosiy vazifasi Qur'onning prinsiplarini, ko'rsatmalarini va maqsadlarini bayon qilib berish, tatbiq qilish. Buni ma'ni shunday tushunsan, bu yo'lda mandaq ma'nasan deb ko'rsatib berishdan iborat. Qur'oni Karim prinsipal xarakterli qoida asoslarini bayon qilsa, sunnat uning tafsilotini Xo'sh. bayon qildi. Sünnet yana ba'zida Qur'oni Karimda kelgan hukmni ta'kidlaydi. Ba'zi vaqtda Qur'oni Karimda kelgan hukm ixcham kelgan bo'lsa, uni ro'shanlashtirib turdi taqimi. Ba'zi vaqtlarda ehtiyoj qarta tarmoq masalalarni yo'l qo'yadi. Sunnat qonun yo'l qo'ydi, lekin nada desa doirasi tarmoq masalalar. Prinsipal meseleler demez, tarmak meseleler.
Biz bunu sünnette, yani fiqhi babı kirgan vaqtimizda nurg'un misollarni uchratamiz, uni yana to'xtalamiz. Hech Qur'onda tilga aylanmagan, ammo Rasululloh Rasulullohniki bizga o'rgatgan. Masalan, harom qilgan hayvonlarning qatorida eshak go'shti. Xo'sh. Bu nim bilan harom qilindi? Sunnat bilan harom qilindi. Qur'onda dalil bormi? Yo'q. Haromlik dalil yo'q. Sunnatda umurul ahliya degani bilan bu qonun bo'lsa qonun. Buni qo'shib nechalig'an misollar bor. Biz vaqtda yana ayrim to'xtalamiz. Buning asosan, yuqoriqilarga asosan payg'ambarimizning sunnatiga ishonmay turib, ya'ni sunnati deganimiz sahih hadislarga ishonmay turib, aqida jihatdan, ibodat jihatdan, ideya jihatdan, axloq jihatdan, siyosat jihatdan, iqtisod, sotsial jihatdan, muomala jihatdan va ijtimoiy jihatdan sog'lom musulmon bo'lmaydi. Xo'sh. Demak, olmaymiz degan ya aqidaga taqishdi uni, yoki siyosiy tarbiyaga taqishdi, yoki iqtisod taqishdi, yoki sotsial bir yerdan chiqdi. Demak, u yerda bu inson sog'lom bir musulmon emas, ozg'un yo'lga kirib qolgan, zalolat yo'liga kirib qolgan bir musulmon degan. Bu gapimizdan keyin xulosasi bu. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Qisqa qilib, meg'izliq qilib shunday bir davomlashtirsak inshaalloh har qatamda suhbatimizni bugun uzatmaydi. Haqiqatan yani Abid yaxshi so'zlayotgandan buyon o'nlagan misollar keldi hamda qolgan oldimizda ochamiz yana. Sunnat bo'lmasa hayotimizga nurg'un masalalar Qur'onda bevosita yo'q. Bir musulmonning normalda ism qo'yish masalasi masalan farzandlarimizga ism qo'yish bu sunnat bilan sabit masalan. Nikah şekilleri, nikah sorunları. Çoğudaki namaz, roza, zakat. Bu narsaning hammasi yani sünnet bo'lmagan bo'lsa, qanday musulmon bo'lgan bu sunnatga ishonmay turib. Qanday ijro qila olaydim deb bunda bir inson normalda 1 minut o'ylab baqsa, nurg'un masala ro'shan chiqadiganligi aniq, ammo afsuski bu dinga buzg'unchilik qilmay deyotganlar xilma-xil shaklda xizmatini qildi ekan yana. Ahirgi so'zlarda Rasulullohning ma'sumligi so'zlarini so'zlayotganda mesela Allah subhanahu wa ta'alaning qanchalik saqlab qoldiganligini payg'ambarimizni. Yani eng suyimli payg'ambarimiz normalda shunday yaxshi ko'ngli bilan Abdullah Maktumga bir qarimay qolganligidan iborat. Boshqalarga da'vat qilman deb Makka mushriklarga, kattalarga qarimay qolganligini shu hamon o'ngshidamdi. Allah oyat nozil qilib Abasa va tavalla qiyomat qoyim bo'lguncha tilovat qilindi. Şunu oylasaqlam Resulullah'ның bu dini cihati hiçbir sahada qilchilik Allah subhanahu wa ta'ala'nınki onun bir hatalıqqa tushib qolishiga yo'l qo'ymaydiganligi shu hamon uni ogohlantirib, uning o'zi yaxshi niyat bilan o'ylab ijtihod qilib bir masalani qilgan bo'lsa-mu, agar u xato bo'lsa shu hamon tuzdiganligini Abasa surasi qiyomatgacha tilovat qilinadigan shaklda har kuni tilovat qilib o'tiribmiz. Ya'ni dinimizning qanchalik sap manbalik hiçbir şekilde agar bugurlikka buningda shubhaning yo'q ekanligiga buningdan cho'ng dalil bo'lmasi kerak hamda. Yana nurg'ulg'an oldimizga bilmadi xilma-xil bu temalarda texim echib so'zlaymiz inshaalloh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 110-sonimiz mishada oxirlashdi. İnşallah Allah ömür bersa oldimizga haftada o'xshash soatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.